Ketdi. Uch bo'lsa nima bo'lardi hozir? Xullas, akalar, bu nima vazifani bajaradi? Qaranglar. Ishlamayapti, ko'rdinglarmi? Mana bu narsa chizga qilib beradi. Ana shunaqa. Ana. Ko'rdinglarmi? Ishlab ketdi. Hoppa, o'chdi. Ko'rdinglarmi? Bu narsa faqat buni yondirish uchun emas. Yana bitta buni zo'r usullari bor. Qaranglar, mana bularni tozalashlarini. Mana shu narsani ham yechimi bor. O, ideal variant. Sizda ham shunaqa muammo bormi? Yechimi oson. Akfix A40. Ko'ryapsizmi? Yechimi oson. Qanaqa ahvolda edi, qanaqa ahvolga keldi. G'irchirlashlarni, zanglarni, agar qurolinglar bo'ladigan bo'lsa, o'ga chiqadigan ular uchun, mashina uchun, mototsikllar, shestronkalar, bol gaykalar uchun ideal yechim Akfix A40.